Sizlar xush kelibsizlar mening yangina videomga. Sizlar bilan men yana geyman. Men yana o'sha kuchayish jonam. Bugun ham yana noldan kuchayamiz. Final bo'lar. Hozir to'xtab turing. Ishqillar noldan kuchayamiz o'zimiz. Golim qaranglar. Bo'ladi degancha meni avatarkamga e'tibor bergan bo'lsanglar, mana yangi avatarka. Mana bolalar, YouTube'ga kirasizlar. Mana bu yerga kirib yozasizlar. Elnurbek chiziqcha 8x deb shuni yozganlaringizdan keyin mana Elnurbek Mik deb chiqadi. Bolalar mana shu ko'ryapsizlarmi? Elnurbek Mik. Shuni yozsangiz chiqadi bolalar. Keyin postlarga mana men rasm mana shu yerdan taxlab bergan bolalar. Bu ikkinchi rasm. Mana men aytgandim, mana shu yerda taxlab berdi bolalar. Mana kommentariyaga kirib yozasizlar. Obuna bo'lib faqat bolalar obuna bo'ldim deb yozasizlar. Mana yozasizlar. Obuna bo'ldim. Obuna bo'ldim. Menga ham taxlab beringlar deb profilga rasm qo'yib qo'yinglar. O'sha rasmlarni taxlaydi bu bolalar. Mana o'sha rasmni taxlagan ko'rdingizlarmi bolalar? O'shani yozishlaringiz kerak. Faqat obuna bo'linglar bolalar. Ham kanalimni reklama qilib bering degandi. O'sha uchun men shunday qilgandim. Mana reklama qilib berdim. O'zim reklama qilib beraman degandim. Endi taxlab berganim uchun sizlarga ham shunaqa jonli avatar o'sha nima deydi, shunaqa kerak bo'lsa, Elnurbek Mikka yozaverasizlar. Xo'sh, bolalar, kuchayishga qaytsak endi. Men prosta endi reklama qilib berdim, chunki reklama qilib beraman deb va'da bergandim, bolalar. Короче, shuni nima qilib beringlar, unaqa. Nima deyman, shunaqa yozinglar obuna bo'lib bolalar. Albatta sizlarga ham taxlab beradi. Faqat obuna bo'lishlaringiz kerak bolalar. Mening kanalimga ham obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. Tezroq 50 bo'lay bolalar. 50 bo'lishimga ozgina qoldi. Endi qayerdan tilaman? Birinchi boshlagan payt joymi deyman, ha, o'sha ekan. Men u yerni endi qayerdan topaman? Hozir bolalar qidirib bo'lgandan keyin chiqaman. Xo'sh, bolalar, joylarni topa olmadim. Endi o'zimiz qayta kuchayamiz bolalar. Lekin videomiz hali tugamaydi. Bolalar, iltimos obuna tugmasini bosib qo'yinglar. 50 bo'lishimga ozgina qoldi bolalar. Iltimos obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Qanday qilaydi taxta xonaga. Iltimos bolalar, bittagina obuna tugmasi yo'q. Tekno bolalar, iltimos bosib qo'yinglar shu obuna tugmasini. 50 bo'lishimga ozgina qoldi. 609 ta odam. 609 ta odam qoldi. Men nima sababdan bo'lib tursa, men bera o'tasan, tamam. Ketgan. Birinchi toshga olaman. Shu yerni uy qilib olsam bo'ladi.
Xo'sh, mayli, uyquli bo'lamiz kerak bo'lsa. Lekin hali bu yerni emas. Sizni qo'ygan ikkitali qilib qo'yamiz. Hali yana tushishimiz kerak, chunki uyimizda ikki nimani qilmaymiz-ku. Böyle mana shu yerdan nima kavlaymiz. Toshkentga o'tish kerak hozir. Toshkentga o'tishimiz kerak. Birinchi undan cho'pchasi olaylik. Bu yerga tosh qilamiz va böyle neredeyse şanlarını olamaz. Kömürlerini kâla bulaydıkça azıcık. Çünkü kömür kerak bo'ladi. Mana bu yerning yo'q. Tursin hozircha xo'sh. Xo'sh. 3 qavatli qilamiz bu yerni. Bu yer nima buncha bu? Mana shunaqa chiqibdi. Bu yerga uy bo'lmaydimi deyman. Ya bu yer bo'lmaydi qilishga. Ketdim bu yerdan. Bu yer to'g'ri kelmaydi. Bu yerni yapayım. Bu yer bo'lmaydi. Vallahi umuman to'g'ri kelmaydi. Bu qilishga mana shu tarafdan qilaveramiz. Mana shuncha yetadi. Bu ham bo'lmaydi menga. Kömür. Shu tosh kavlab ko'chadan yo'qganimiz yaxshiroq. Menimcha. Bir tuzuk joyam yo'q. Hamma yoqdan loy. Bu tarafdan uyoqqa blok chiqdi. Bu tarafdan loy chiqdi. Yana ham pastroqqa kirish kerak yoki bilmadim. Bermaydi xulosga men bu shuni o'rtaga tursam biz esa haqiqiysini bu tarafdan quramiz. Xo'sh. Orada yana tayyorga kirib ketaveramiz. Bo'lmasa bo'lmaydi bular. Hozirgida bo'lib bo'ladi. Mana shu tushamiz tamom bo'ldi, endi bo'lib bo'ladi. Yoki sinib qoldi bu. Mana shu yerga hozircha verstagimizni qo'yib turamiz. Birinchi taxtadan biz cho'p yasab olamiz, keyin esa bularni olamiz va
Buni bunday qilib ustiga tosh qo'yib chiqamiz. Yerga bo'ldi. Hozircha kerak emas narsalarni bu yerga olib qo'yamiz bolalar. Chunki bizga hozircha kerak emas. Qo'limizni to'ldirishimiz ham nima kerak hozir. Benim hankarlık ediyor gidelim. Böyle karışıyor. Bularını kârlı buluş gerek çünkü kömürünü kömür bölmeydi. Uğur karışma şeyden gittiğini tarafta karar. Bir yerine biraz yortuş gerek böyle yaptı. Hozir bularni kavlab olayin. Keyin esa bolalar shu joyda videomiz tugadi. Buni keyingi qismida bu uyni davom ettiramiz. Sog' bo'linglar, sog' salomat bo'linglar. Kanalga obuna bo'lish va videoga like bosishni esdan chiqmasin. Bolalar iltimos obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Tezroq 50 ta bo'lay. Og'zingga qoldi o'zi.